Onun içinden biraz payda kılıdı yakımız yaxşılaydı. Haqiqiy hech qachon haqsiz taqilib baqqan yo'q, ham haqsiz taqalmaydi. Enchimi haqsiz taqalgan hisoblanmaganda. Jalliq önüm qadar kirib hargiz haqsiz emas qarindoshlar. Haqsiz deb bir shunga sizlar ajrim uchun bir tal yurakni isib qo'yinglar. Yağlıqlarni oilada yasash usulini deb bir. Mushu çat chiqarish mahsulotlari sotilganlarning yana bir atbashirsiz deb bir qarindoshlar. Her qanday çat chiqarish mahsuloti, mushu milliy kebabning her qanday çat chiqarish mahsuloti yağlı qora asosida ishlandi. Buni oddiydan tushuntirib qo'yay. Avrishimning bir qutisini 15 ko'y oldiga avrishimmi bor. Bir qutisini 400 ko'y hatta 500 ko'y oldiga avrishimmi bor. Ikkilisi avrishim 80% respi o'xshash, ustidagi 20% material respi o'xshamaydi. Mushu basini o'rnatadi. Mushuning o'xshash Bijirim bo'lgan rar çat chiqargan yağlıqlarni yasashni usulini o'rgatib qo'yay. Sharoitning yer bersa o'zingni yasab chepib, çat chiqarib olsangiz bo'ldi qarindoshlar. Shunga yeninsa men shu yurak bisinglar, taqtinglar, oltiraqani yo'llanglar. Mana qarindoshlar shaptul mig'iz ekilsizlar. Ya'ni shaptul mig'izni ekelgandan keyin buni quruq qozonda qo'raysizlar. Qo'rg'ansir buni intayin mizdek biroz chiqadi. Buni oldiroq qilaydisanlar, shaptul mig'iz bilan birga mush siyodanni ikkisini birlashtirib qo'raysizlar. Noyati mizdek biroq chiqadi. Shaptul mig'izmi ko'yib ko'mashdak holatda bo'ladi. Mush holatga ekelgandan keyin buni qo'rib ilvagandan keyin halqallaydigan bir mashina var. Piyoz izidigan mashina solsangiz bo'laverdi. Mush mashina silib bir nay degandan keyin bu shu kuldek holatga bilan keladi. Ma'noga jang siyodan meyilin. Azroq ekilsizlar. Azroq ekilib, mushu sizlarning tayyorlagan talqininglar, ya'ni kul çökeşkedek holat bilan jiq qo'ymanglar. Mushu kul çökeşkedek holat bilan siyodandan yig'ini quyib, aralashtirib, hozir yani bir ay vaqtla aptab soldiganlar. Bo'lsa bir ay, bo'lmasa 15 kun mushu aptab silib bo'lsa, aynek shishida aptab soldigan bo'lsanglar, noyat bek bilan pishidi. Mushuni chat tushib ketgan har qanday yegan, mayli börek ajizlikdan bo'lamdi, ming ajizlikdan bo'lamdi, har qanday soatni tushgan, chat tushganlam ya bo'lsa, chechingizdan ozdir ko'ptir jiltizlan bo'lsa, chapsangiz yüz chat chiqadi. Milli babatda siya mushu yağlı qarna oldi o'tadigan chat chiqarish mahsulot yo'q. Mush chat chiqadigan boshqa mahsulotlarmi mush yağlı qara asosida ishlanadi. Ya'ni mushni asos qilib turib, boshqa materiallarni qo'shib, olisini ishlaymiz. Mushuni yaxshi paylasanlar, bundan boshqa sovuqni ichib qolgan pi tatib olgan yağlar qolsa, issiqlikmay o'rni ishlasanlar bo'ldi. Chapda qo'yib o'tadi qarindoshlar. Yoqtirgan qarindoshlar jalliq